pressão, mina linda, perigosa. Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamat Yorbek. Bu zapisimiz Partals tarifi haqida bo'ladi. Partals tarifi qanday qilib ishlanadi? Mana shuni yaxshilab tushunib olamiz. Partals tarifi 11 ta bosqichli. Birinchi joyimiz ochildi, 11-joyimiz tugadi. Dalshi ish qanday bo'ladi? Qalam Partals tarifi 550 rubl. Har hafta to'lovi bor. 550 rublga keldik. Birinchi joyimiz ochildi. O'zimizdan keyin ikkita bo'sh joy bo'ladi. Bu ikkita bo'sh joy qanaqa joy? Masalan, men Partals tarifiga keldim. Birinchi joyim o'zim bilan yopildi, ikkinchi joyim ham o'zim bilan yopildi. Значит, bizni taklif qilgan odamimiz, ilk partnerimiz bo'lmasa, bizdan keyingi joyda Partals tarifi o'zimizning klon bilan yopadi. Buni birinchi hafta o'zimning klonim o'zimni yopdi. Ikkinchi hafta ham o'zimning klonim o'zimni yopdi. Значит, men ikkinchi bosqichga Partals tarifida ketdim. Endi qaranglar. 3-haftada o'sha meni partnerim aktivatsiya qildi. Partnerimning bitta joyi o'zi meni bitta joyimni yopdi. Keyingi hafta meni klonim, значит, bu klonimni ham ikkinchi bosqichga surdi. Xullas, bu yerda polni partnerlar yoki sizni kloningiz sizdan keyingi joyda to'ldirib, keyingi bosqichlarga ko'taradi. Endi buni marketing planini ko'rib chiqamiz. Masalan, Partals tarifiga любой ishtirokchi kelgan vaqtda bu как живой очередь sifatida ishlanadi. Buni tushuntiramiz. 550 rublga keldik. O'zimdan keyingi birinchi chap qo'lim to'lgan vaqtda menga mir bir joyi ochiladi. Mir bir haqida keyin gapiramiz. Ikkinchi joyimiz to'lib, ikkinchi urovingga o'tamiz. Ikkinchi urovingda ahamiyat beramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gacha polni birdan 11 gacha hamma joyi ikkitali joy yopilib, to'lovga chiqamiz. Ikkitali joy yopilib, keyingi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi joygacha to'lov chiqmaydi. Har hafta to'lov qilgan vaqtimiz boya aytganimdek o'zimizdan keyingi joyda yo bizni klon yopadi yoki boshqa odamni klon yopadi. Xullas joy yopildi, siz jidaysiz. 4-bosqichgacha nakopительный joy, ikkita plyus tomoni. Birinchisi mir 1 ochiladi. 550 rublga birinchi kirib kelgan vaqtimiz o'zimizdan keyingi birinchi joy yopilgan vaqtda chapdan mir 1 ochiladi. 4-bosqichga kelgan vaqtimiz chapdan birinchi joyimiz yopilgan vaqtda mir 2 ochiladi. Bular haqida sal keyinroq aytaman. Endi qaranglar, 5-bosqichdan to'lov chiqish boshlanadi. Chap qo'limiz birinchi to'ladi, 500 rubl yechib oladigan bizning foydamiz. 250 rubl bizning hamkor ko'tarilgan vaqt 5-urovingga 250 rubl ustozlik bonusi chiqadi. Значит, sizda 10 ta partneringiz Partals tarifida 5-bosqichga kelsa, значит, siz 250 rubldan foyda qilasiz. Birinchi qo'limiz, ikkinchi qo'limiz yopilgan vaqtda 550 rubldan foyda bizning balansimizga keladi. 6-bosqichga o'tamiz. 6-bosqichni qaraymiz. Chapdan birinchi joyimiz to'lgan vaqtda mir 3 joyi ham ochiladi. U plus 1000 rubl foyda keladi. I plus ustozlik bonus. Masalan, partneringiz 6-bosqichdagi joyi to'ldi yoki 6-bosqichga ko'tarildi, значит, sizga 500 rubl to'lov. O'ng tomonimiz ham xuddi shu holatda yopilgan vaqtda 1000 rubl yechib oladigan holat. Foydamiz 500 rubl ustozlik bonus. 7-bosqichga ketdik. 7-bosqichimiz, ahamiyat beringlar, chapdan birinchisi to'ldi 2000 rubl, o'ng tomoni to'ldi 2000 rubl. Значит, 4000 rubl 7-bosqichdan, 2000 rubl 6-bosqichdan, 500 rubldan 1000 rubl 5-bosqichdan ishladik. Значит, bizning joyimiz уже 7 to'lib 8 ga ketdik. 8-bosqichimiz, ahamiyat beramiz, chapdan birinchisi to'lgan vaqtda mir 4 ochiladi. Endi qaraymiz. Birinchi joyimizga bitta partner ili klon akkaunt keldi 5000 rubl, ikkinchi joyi yopildi 5000 rubl. 10000 rubl ishladik. 8-bosqichga hamkorlarimiz ko'tarilgan vaqtda ustozlik bonusi 2000 rubldan 4000 keladi. 7-bosqichda 1000 rubldan 2000 keladi. Значит, biz 9-urovingga ketdik. 9-urovingimizni qaraymiz. Chap tomonimiz to'ldi 7500 rubl, o'ng tomonimiz to'ldi 7500 rubl. 15000 rubl ishladik. Endi bizning partnerlar
9-bosqichga kelgan vaqtda 2,5 rubldan 2 marta 5,000 rubl keladi. Dali 10 ga ketdik. 10-bosqichimizni qaraymiz. Chap tomonimiz to'ldi 15,000 rubl, o'ng tomonimiz to'ldi 15,000 rubl. Mana shu 30,000 rubl ishladik. Ahamiyat beramiz. 10-bosqichga bizning hamkor ko'tarilgan vaqtda 5,000 rubldan 10,000 rubl ustozlik bonusi keladi. Dali 11-bosqichga ketdik. 11-bosqichni qaraymiz. Birinchi joyimiz to'lgan vaqtda Mir 5 ochiladi. 70,000 rubl yechib oladigan balans. O'ng tomonimiz to'ldi 100,000 rubl yechib oladigan foydamiz va yechib oladigan balansimiz. Значит, 11-bosqichdan ishlagan pulimiz 170,000 rubl bo'ldi. Endi bizning hamkorlar 11-bosqichga, sizning shaxsiy hamkoringiz 11-bosqichga ko'tarilgan vaqtda har bir akkaunti ila har biri ko'tarilgan vaqtda 15,000 rubldan pul ishlanadi. Как бы sizga ustozlik bonus chiqadi. Endi qaranglar, mana bu sariqdagi odamcha nima? Rishotka 1 nima degani? Rishotka 1 majistik tarifini bitta kloni degani. Rishotka 1 yonida 3 turibdi, значит, majistik tarifiga 3 ta klon degani. Bu majistik tarifimiz 5,000 rubl bilan ochiladi. Birinchi bosqichiga 4 ta klon ishlanadi. Mana bu fioletovidagi 5,000 rubl bu loyihani foydasi bo'ladi, na развитие. Ya'ni Skillboost'ni foydasi. Endi qaranglar, necha pul ishladik. 70,000, 70,000, 170,000, bu yoqdan 30 bu qo'shamiz 200,000 bo'ladi. 15,000 ni qo'shamiz 215,000 bo'ladi. 10,000 rublni qo'shamiz 230 tak 220,000 bo'ladi. Ya'ni 4,000, 6,000, no xullas plus minus portal tarifini o'zidan Mir tomonini qo'shmasdan portal tarifini o'zidan 150,000 rublgacha foyda olamiz. Ana endi Mir tomoni nima degan? Mir bo'limini hozir aytib chiqaman. Mir bo'limi полный avtomatik. Ahamiyat beringlar, Mir 1 ochilgan vaqtda 8 ta bosqich. 8-bosqichidan 5,000, 10,000, ya'ni 15,000 rubl foyda chiqadi. Plus majistik tarifiga bitta klon akkaunt. Mir 2, 1, 2, 3, 4. 4-bosqichidan 6,000, 15,000. Значит, 6,000, 5,000. Значит, 11,000 rubl pul chiqadi. Hamkorlar ko'tarilgan vaqtda 1900, 1900 dan ustozlik bonusi chiqadi. Mir 1 qaranglar 2,5, 2,5 ustozlik bonusi chiqadi. Dali Mir 3 4 tali bosqichli 4800, 4800 ustozlik bonus chiqadi. Sizning hamkorlaringiz ko'tarilgan vaqtda 6,000 rubl birinchi marta, 9,000 rubl ikkinchi marta. Значит, bu yerdan ham 15,000 rubl ishlaymiz. I plus majistik tarifiga bitta klon. Keyingisi Mir 4 1, 2, 3 3 ta bosqichli. Hamkoringiz keldi, ila o'zingiz keldingiz. Sizning nastavnigingizga 5,000, ila sizning partneringiz keldi, sizga 5,000 dan 2 marta 10,000 ustozlik bonusi chiqadi. Sizning joyingiz yopilgan vaqtda 1 marta 10,000, 1 marta 7,000 to'lov chiqadi. I plus majistik tarifiga reinvest. Ana endi reinvest deganim shu holatda strelkali bo'lgan holat, shu Mir tur bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bosqichli shunga, mana shu joyga reinvest bo'ladi. Mir 3 ta ham rishotkali bir turibdi, bu ham shu yerga reinvest. Mana bu odamchani rangi bor joy bilan rishotka bir tursa, mana hozir shunga bitta urg'u berib qo'yaylik. Odamchani rangi bor joylar, mana bu joylar bu majistik tarifi. Bunaqa holat bo'lsa, mana bundaqangi rishotkali, strelkali bo'lsa, shu joyda o'zidan reinvest degan holat bo'ladi. Endi qaranglar, Mir 5 ta yo'nalishi 2 tali, partneringiz ko'tarilsa 5,000 rubldan, har bitta holatda yopilganda 5,000 rubldan ustozlik bonusi chiqadi. Yechib oladigan sizning foydangiz, sizning joyingiz yopilgan vaqtda 19,000 bir marta keladi, iyo 10,000 rubl bir marta keladi. I plus rishotka bir odamchani holati turibdi, bu majistik tarifiga bitta klon degan. Dali mana bu fioletoviy ranglar, bular kompaniyani o'zi rivojlanishi uchun bu tarifdan pul oladigan foydasi. Endi qaranglar, bu joy nima degani? Masalan, kiramiz, Mir bo'limiga kiramiz. Mir nima degani? Masalan, Mir 1 ga kiradigan bo'lsak, mana Mir 1 da ochdik. Bu
to'liq живой очередь bilan ishlanadigan tizim. Masalan, navbati bilan ko'tariladigan joylarni ko'rish mumkin. Odamlar bir-biri bilan aralashib, bir-biriga yordam berib, как бы, navbati bilan ko'tariladigan holat qiladigan tarif. Hozir ko'ramiz. Meni joyim Mir 4 edi. Ahamiyat beringlar mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi и так далее. Har bitta holat ko'ringan очередь bilan ko'tarilishda aytadi. Bu Mir bo'limi. Mana shunday holatda живой очередь bilan odamlar navbati bilan bir-birini tagini yopib boradi. Ana endi bizda asosiy tushunadigan narsamiz portal tarifida qanday foyda qilamiz va qancha foyda qilamiz. Masalan, bitta akkaunt 1 dan 11 gacha borsa, birinchi bosqichdan to 11 gacha to'liq borsa, yechib oladigan toza foydasi 319 ming rubl bo'ladi. Majestic tarifiga 7 ta klon akkaunt bo'ladi. Ustozlik bonusi 90.900 rubl bo'ladi. Bu chista foydasi. Ana endi 144 buni hali keyin tushuntiramiz, chunki opit hali unchalik shart emas. Opit ham lekin vaqti kelib akkauntga chiroyli bezak beradigan holat bo'ladi. Portal tariflarda passivniy tarifi. Buni taklif qila olmayman, boshqa qila olmayman. Bu yoq deydigan holatlarda как раз mana shu Skillbox loyihasi passivniy ishlaydiganlar uchun bu tariflar tushuntirib qo'ygan. Yopilishi, har bir holatda yopilishi yo sizni o'zingizga yoki sizni jamoangizga bog'liq bo'ladi. Chunki bu yerda partnerlar sizdan keyin bo'lmasa, siz o'zingizni kloningiz kelib, bir chekkadan bir tekis qilib joyingizni to'ldirib, как положено oldinga surilishda yo'lga qo'yadi. Mana masalan bu portal tarifini 5-bosqichi. Ahamiyat beringlar. Mana masalan meni klonim keldi. Hozir men aralashmalarni tushuntiraman. 1 minut. Masalan meni klonim keldi. Bitta partner tagiga keyingi navbat bilan meni klonim bu yoqqa keldi. Yana bitta klonim bu yoqqa keldi. Mana shunday qilib, hozir mana masalan mana bu qator to'lib bo'lgandan keyin, mabodo mana bu yer to'lmay qolsa, meni klonim bu yerlarga ham tizimdan avtomatik yuboriladi. Chunki bu boshqarib bo'lmaydi, odamlarning joyi, o'zidan keyingi joylari avtomatik chapdan o'ngga to'ldiriladi. O'rganinglar, 550 rubldan как положено yo'nalishda ochib qo'yib, har haftalik to'lovni qilib, как положено yurgizsa bo'ladi. Bu portal tarifi. O'rganinglar.